Mavzu: boshlang'ich maktabda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi xalq ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 3931-soni qarori 2018-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi. Ikkinchi bo'lim 11-bandi umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEM metodlarini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish. STEM hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan innovatsion metodlardan biri hisoblanadi. STEM bu S tabiiy fanlar, T texnologiya, E muhandislik, A san'at, M matematika. STEM qanday muammolarni belgilaydi? Bu metodika ta'limni aralash turida olib borish va egallangan nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Maktabda va maktabdan tashqari loyiha, o'quv tadqiqot faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini beruvchi innovatsion texnologiyadir. STEM 5 ta fanning har birini alohida o'rganish o'rniga ularni yagona o'quv tizimiga birlashtiradi. STEM ta'limida 5 ta sohani yagona ta'lim tizimida integratsiyalashuvga asoslangan. Xususiyat va ko'nikmalar: muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, dizayn asoslarini tushunish, ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash. Bu yerda rasm berilib ketilgan. Art o'ng miya yarim shar funksiyalarini rivojlantirgan holda STEMni to'ldirib boradi. STEM chap miya yarim sharning funksiyalarini rivojlantiradi. Chap yarim sharlar: analitik fikrlash, til qobiliyati, sonlar, algoritmlar, yozish va o'qish qobiliyati. O'ng yarim sharlar: tasavvur, his-tuyg'ular, harakatchanlik, ijodkorlik, tashabbuskorlik, yangi g'oyalar. Kuchukcha shaklini STEM texnologiyasi asosida yasash. Tabiiy fanlar: bu rusumlar oilasiga mansub uy hayvonlari 3 ta asosiy guruhga xizmat, ovchi, dekorativ itlariga bo'linadi. Ularning zotlari ko'p, masalan, ovcharkanlar, doberman, pencher, boksyor, erdelyor, kora, teryer, dog, senbernard, Newfoundland, bo'ribosar, Kavkaz, mo'g'ul, shotland, ovcharkalar kabi itlarning zotli itlar ko'p. Muhandislik: loyihalash va modellashtirish metodlari asosida turli geometrik shakllar bilan eskiz chizib olinadi. A. Art san'at: so'ngra qismlar ranglarga bo'yaladi. Bo'yashdan oldin kuchukcha rasmdan misollar keltiriladi. Eslatma: o'quvchi bo'yashni bajarayotganda ijodiy fikrlashga yo'l qo'yib bering. M. Matn madh matematika: itlar miloddan avvalgi 15-10 ming yil oldin xonakalashtirilgan. Shimolda transport vositasi sifatida ishlatilgan. 10-12 ta it qo'shilgan chanada turist 500 kilogramm yukni bir sutkada 80 ming kilometr masofaga yetkazishi mumkin. Urg'ochilar 1-2 tadan 12-18 tagacha bolalaydi. Itlarning 400 dan ortiq zoti ma'lum. Texnologiya: kuchukcha tanasi uchun to'rtburchakni kesib oling. To'rtburchakning barcha tomonlarini vertikal chiziqlar bo'ylab eging. 1 sm enli chiziq bo'ylab yelim surtib, qarama-qarshi tomonini yopishtiring. Kuchukchaning uch qismdan iborat bosh shaklini rangli qog'ozda kesib oling. Oq qog'ozdan 2 ta,
Kichik doira shaklida ko'zlarni kesib oling. Boshning orqa tomoniga 2 oval quloqni yopishtiring. Tayyor bosh qismini tananing yuqori qismiga yelim bilan yopishtiring. Rangli kartondan ruchkaning panjalarini qirqib oling. Kuchukchaning tanasiga panjalarni yopishtiring. Dumini jigarrang qog'ozdan kesib oling va uni tanasining orqa tomoniga yopishtiring. Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kun ta'lim jarayonida darsni samarali, qiziqarli, tushunarli va albatta mazmun va natijali tashkil etishda ilg'or interfaol dars o'tish usullari g'oyat katta ahamiyatga ega. Ta'lim jarayoni uchun o'zining samaradorligini oshirib kelmoqda va bunday metodlardan foydalanilgan darslarni yuqoridagilarga asoslanib bemalol eng yuqori natijali dars yorishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.